50 metr bor a? Bor. 50 metr bor. 5 metrdan tushadi. 50 metr bor. Atalarni bir pishirishini, boshqasini bir ko'rsatib o'tsak endi. Bu yerda Bug'doy qo'shamiz, mashina to'la chuluq qo'shamiz. 50 kilo bug'doy qo'shamiz. To'la chuluq qo'shamiz. To'la chuluq qo'shiladi. Mana akalar, xudo xolasa rasxoti shu o'tiniga ketmaydi, lekin bug'doyiga chicha rasxot ketadi. Примерно shu Mana shu yerda suv turadi akalar. Mana bu yerda suv turar ekan, suv ichar ekan. Постоянно turadi-ya suv. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Marbo akamizni qo'yxonalaridamiz. Bu yerda boqilayotgan qo'chqorlar bor ekan. O'shalarni sizlarga bir obzorni qilib bermoqchimiz mana akalar. Bularning sifatini qaranglar. Orqalari ham to'la bir kelishgan. Sifati zo'r vaqudagi qo'chqorlar. Ularni qanday usulda boqilyapti, nima berilyapti? Shularni xudo xolasa birma-bir obzorni qilib bermoqchimiz. Mana hozir yem berish vaqtiga kelibmiz aynan. Mana yem berilyapti. O'tkir aka, charchamayapsizmi aka? Ha, rahmat aka. Nima aka bu berilayotgani yemi? Bug'doy bor, chuluq bor. Bug'doy bilan paxtani atxoda, chuluq. Ha, chuluq, ha. Shuni aralashmasi. Aralashmasi. Buni qanchadan qo'shasiz? 40 ta qo'yga 50 kilo bug'doy pishiramiz. 40 ta qo'yga 50 kilo bug'doy pishiriladi. Uni 2 kun beriladi-ya? Yo'q, bir kun. Bir kunda. Ha, 2 mahal. 2 mahal beriladi. Bir kunda 2 mahal beriladi. Har bitta qo'ramizda 10 ta 15 tadan qo'y bor mana. 4 ta qo'ra bor. 10 tadan agana qo'y demak, 40 ta qo'y bo'lsa, 4 ta qo'rada 10 ta qo'yimiz bor. 10 tadan qo'yimiz bor 40 ta. Shularga mana akalar makka bug'doydi. Bug'doy bilan xullas paxtani atxoti bor. Chuluq deydi ba'zilar o'lik deydi. Shuni aralashmasi beriladi akalar mana. Qo'yxonamizning qurilishini ham bir ko'rsatib o'tsak akalar mana. Katta qilib qurilgan. To'rtta etap qilib bo'lib qo'yilgan. O'tkir aka, bular hammasi qo'chqormi yo sog'lig'i ham bormi? Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor. Bu dumbalarni qarang aka, dumbalarini. Mana shu yerda suv turadi akalar. Mana bu yerda suv turar ekan, suv ichar ekan. Постоянно turadi-ya suv. Suv постоянно turadi bu yerda mana. Ikki tomondan ichaveradi. Bitta life hackda. U tomondan ham, bu tomondan ham ikkalasi ham ichaveradi. Har 2 kunda yangilaymiz. Har 2 kunda yangilanadi mana. 40 ta qo'yga paxtani atxoti chuluq bilan bug'doyni pishirib beriladi. Qancha qaynaydi aka bu? Qancha vaqt qaynasa bo'ldi o'zi. İşte o çok mına pişer biz. Bir marta yoqib qo'yasiz, qaynaydi. Lekin qaynagan suvga bug'doy solinadi. Qaynagan suvga bug'doy solinadi. Ama qaynamagan solinmaydi bug'doy. Ha, tushunarli. Qaynagan suvga qopdan oday qo'yamiz bo'ldi o'zi. Bu marta qaynaganda pishadi o'zi. Ko'ylanmaydi ham bu. O'zi pishaveradi. O'zi pishaveradi. Bu tezakda pishiramiz, tezakda. Necha metr chiqadi aka bu qo'yxona? Qo'yxona endi примерно bir 50 metr bor a? Bor. 50 metr bor. 5 metrdan tushadi. 50 metr bor. Atalarni bir pishirishini, boshqasini bir ko'rsatib o'tsak endi. Bu yerda akalar mol boqiladi, qo'y boqiladi mana. Nechta mol bor? Mol hozircha
26 mol bu. 26 ta mol bor mana 32 akalar. geldi. Kan satı verdik. 32 tadan 26 ta qoldi. Ha, o etrafçıda deseniz mana. Mana bochkamiz 200 litrli bochka. 2 litre buçka 40 ming 50 ming satadi bozorda. 40 ming, 50 ming. O'z mahlada qisqasi. 40 ming 50 mingga xullas mana bu bochkani olasizlar akalar mana. Bo'pti mana ikkita osh-mash qo'ysa kesib bo'ldi. Eshik qilib xullas eshik qilinadi. Mana bo'ldi. Mana. Shu yemimiz. Bu ikki mahal beriladi. İlk mahal beriladi, ha, beriladi. Bir kun oldin pishirib qo'yasiz, to'g'rimi? Bir kun oldin pishiriladi. Bir kun oldin pishirib qo'yiladi va ikki mahal beriladi. Mana shu bochkada to'ldirib pishiriladi. Oldu pishiradi, ama har kun ertalab isiydi. Chunki sovimaydi-da bu. O'ylab pishgan g'ish. Aha. Ular pishgan qish sovimaydi. 2,5 qop, 3 qop tezak ketadi. Bitta pishirganida. Ha, qo'ydi tezagidan moldikidan. Oldikidan. Ha, moldikini tezak qilib. Tezaklar o'zi yetadi bizda. Ha, tayyor. Tayyor odamlarga qizamiz-da, yozda olib qo'yamiz biz. Tayyor tezakni olib qo'yiladi, mana atalaga ishlatiladi. Rasxod yo'qda akalar mana tayyor. O'zidan chiqarishadi xullas. Tezakni yoqib qaynatishadi. Qaynaganini shunday turadi. Sovutib berishadi qo'ylarga. Bu yoqda molni tezagini xullas bunga ishlatishadi yoqib. Rasxod yo'q. Aka qanchaga bitadi endi mana shu bir kunlik nimasi qanchaga tushadi yemi? Bug'doymi? Ha, Endi bug'doy 3,5 mingdan sotib olib kelamiz biz. 3,5 mingdan olasiz Kilosini. bug'doyni. Kilosini. Bunga necha kilo qo'shamiz dedingiz? 50 kilo. Bug'doy qo'shamiz, mana shunda to'la chuluq qo'shamiz. 50 kilo bug'doy qo'shamiz. To'la chuluq qo'shamiz. To'lachuluq qo'shiladi. Mana akalar, xudo xolasa rasxoti shu o'tiniga ketmaydi, lekin bug'doyiga chicha rasxot ketadi. Примерно shu 100 ming, 150 ming ketar ekan 40 ta qo'yga 2 mahal beriladi. Bunda bitta pishiriladi. Xudo xolasa anchaga yetadi. 50 kilo bug'doyingiz shunga solingandan keyin yarim bo'ladimi? Qancha bo'ladi aka birinchi solganingizda? Nima u Bug'doy. Mashaga chiqadi bug'doy. Yo'q, pishmasdan oldin. Pishmasdan oldin ko'ymaydi bug'doy. Tagida qolib ketadi. Javob ketadi. Keyin pishib, ko'tarilib chiqadi. Tutugandan ko'tarib pishib chiqadi baqa. 50 kilo bug'doy pishib, mana shu tevasigacha chiqadi. Ko'payib, kengayib ketadi, ko'payib ketadi. Eng oson usulida akalar boqishdi mana. Ikki mahal berilar ekan mana akalar. Ikkinchi mahallikini mana bunday salafanga o'rab qo'yishadi. Ertalabki bu. Ertalabga berasiz-a buni? Muzlab qolmaydi. Tayda qolib ketsa muzlab qoladi. Bayda muzlamaydi og'il. Ertalabga xudo xolasa. Ertalabki bu. Tayyor solib berildi. Xudo xolasa akalar mana bu yerda mana. Nechta mol bor dedingiz? 30 ta mol bor ekan. Bayda molimiz sotmaydi. Bayda xunojillar turadi, adashmasam. Yo'q, xunojillar boyada o'tib qo'ydi. Ha. Bayda mollarni sotmaydi. Ha. Xudo xolasa akalar mana. Bu yerda mollar bor. Hammasini xudo xolasa video qilib YouTube kanalimizga joylaymiz. Qanaqa boqilyapti, nima berilyapti, hammasini xudo xolasa birma-bir joylaymiz videosini. Keyingi videoni kuzatib borsanglar, keyingi videoda mana shu mollarni qanaqa boqilyapti, hammasini birma-bir tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi bayda 3 ta svetimiz bor. Bular endi boqamiz ha, xudo bo'lsa bularni ko'paytiramiz. Ular hozir xonada bolasi bor emas. Uchosini, misli bag'ini. 1, 2, 3 tasini. Uchtasi bo'g'oz, ha? Bo'g'oz bular o'zimiz mollar. Xudo xolasa akalar, videoni kanalimizga joylaymiz. Keyingi videoni kuzatib boringlar. Like bosib qo'yasizlar, komment yozib qo'yasizlar. Fikringlarni bizga motivatsiya bo'ladi, xudo xolasa akalar. Hammaga rahmat.